Assalamu alaykum hörmətli televizor görüşçülər. Dunya Uyghur Qurultiyi to'g'ri televiziyesi kündilik xəvərlər proqramımızga xoş gəldinglar. Mən Hidayət Musacan. Bugün 4-cü ayının 28-ci günü çarşamba. Mübarək Ramazan ayının 16-cı günü. Həmminglarning mush vaqti xeyirlik bo'lsin. Aziz ko'ruvchilar, tövəndə diqqətinglar bugünkü xəvərlər proqramımızın təfsilatında bo'lsin. Mustabid Xitoy hokimiyatining Uyg'urlar ustidan yurgizayotgan irqiy qirg'inchiligi sababli Yevropa Birligi bilan Xitoy o'rtasidagi munosabatlar intayin keskinlashgan. Texi yaqindala Angliya parlamenti Xitoy hokimiyatining Sharq Turkistonda elib berayotgan bostirish harakatlarini irqiy qirg'inchilik deb birdek ovoz bilan qabul qilgan bir paytda bugun, ya'ni 28 aprel kuni Germaniya bosh ministri Merkel xonimning Xitoy bosh ministri Li Keqiang bilan to'g'ri orqali suhbat elib berishi g'arb matbuotlarining va kishilik huquq tashkilotlarining kuchli tanqidiga uchradi. Bu yil 22 mart kuni 27 davlatga vakillik qilayotgan Yevropa Ittifoqi Uyg'urlarga qarshi yurgizilayotgan irqiy qirg'inchilikda jinoiy javobgarligi bor deb qaralgan 4 nafar Xitoy amaldoriga jazo yurgizganligini e'lon qilgandan keyin mustabid kommunist Xitoy hokimiyati shu kunida buningga darhol 3 ilish xarakteridagi harakat bilan javob qaytarib, Yevropa parlamentining a'zolarini asos qilgan 10 shaxsga va Yevropa kengashi siyosiy va xavfsizlik komitetini o'z ichiga olgan 4 o'ringa jazo yurgizganligini e'lon qilgan edi. Xitoy tarafidan jazo e'lon qilinganlar ichida Germaniya va Yevropa parlamentining a'zosi Reinhard Bütikofer, Germaniyalik tadqiqotchi Adrian Zines va Germaniya Merkat tadqiqot markazi qatorliq shaxs va o'rinlarni bor bo'lib, Germaniya Merkel hukumatining toki hozirga qadar Xitoyning bulog'i yurgizgan jazo tadbiriga qarshi hech qanday inkos qaytarmay turib olishi g'arb ellarining kuchli tanqidiga uchirgan edi. Dal Germaniyaning aksicha Angliya bosh ministri Boris Johnson Xitoyning jazolashiga uchirgan Nusrat Xani qatorliq Angliya parlamentining 5 nafar a'zosi bilan ko'rishib ularga madad va tasalli bergan. Shundaqla o'zining Twitter hisobida e'lon qilgan bayonotida Xitoy jazo tadbiri e'lon qilgan Angliya parlament a'zolari va boshqa Angliya fuqarolari Uyg'ur musulmonlarga qaratilgan eg'ir kishilik huquq dafsandichiligini yoritishda intayin muhim rol o'ynayotadi. Dafsandichilikka qarshi so'zlash kishilarning negizlik erkinligi. Men ularni qat'iy qo'llayman deb ko'rsatgan edi. Siyosiy analizchilar bugun Germaniya bosh ministri Merkel xonimning Xitoy bosh ministri Li Keqiang bilan suhbat elib berishini taslimiyatchilik va iqtisodiy manfaatni kishilik huquqdan ustun ko'rganlik deb aybladi. Analizchilarning qarashicha mayli iqtisodiy jihatdan bo'lsin yoki harbiy jihatdan bo'lsin, 27 davlatdan tarkib topgan Yevropa Birligining Xitoydan hech bir qilishqisi yo'q. Yevropaning parovuzi hisoblangan Germaniya hukumatining Yevropa Birligining ideologiyalik dushmani hisoblangan Xitoy hokimiyatiga bu darajada yumshoq qo'llik va taxsikashlik qilishi Amerika boshchiligidagi g'arb ellarining Xitoyga qarshi shakllantirgan birlik sepini ojizlatish va parchalash rolini o'ynaydi. Germaniya bosh ministri Merkel xonim bilan Xitoyning bosh ministri Li Keqiang suhbat o'tkazishdan bir kun burun, ya'ni 27 aprel kuni Dunya Uyg'ur Qurultiyi bu munosabat bilan maxsus bayonot e'lon qilib, Merkel xonimdan Uyg'urlar duchor bo'layotgan irqiy qirg'inchilikni to'sib qilish uchun Xitoy hukumatiga besim ishlatishni. Shundaqla bu qitim Xitoyning bosh ministri Li Keqiang bilan suhbat o'tkazganda Uyg'ur irqiy qirg'inchilik masalasini bevosita o'tirg'a qo'yishini talab qildi. Bayonotda Dunya Uyg'ur Qurultiyining raisi Dolqun Aysa apandimning biz Merkel xonimdan bu qitimqi suhbat jarayonida kishilik huquq masalasini savdo manfaatlaridan ustun ko'rib, Uyg'urlarning irqiy qirg'inchilikka uchrayotganlik masalasida Xitoyni bevosita holda ayblashini umid qilamiz degan so'zlarga o'rin berilgan bo'lib, bayonotda tuvandagi talablar o'tirg'a qo'yilgan. Navbatdagi eng jiddiy masala shuki, Xitoy taraf Sharq Turkistonda elib berayotgan irqiy qirg'inchilikni va insoniyatga qarshi jinoiy qilmishlarni darhol shartsiz holda to'xtatishi kerak. Xitoy taraf Sharq Turkistonda va Xitoy o'lkalarida Uyg'urlarni asos qilgan yerli xalqlarni qul o'rnida majburiy emgak silish qilmishini darhol to'xtatishi kerak. Xitoy taraf Birlashgan Davlatlar Tashkiloti va boshqa xalqaro organlarning Sharq Turkistonda to'solg'usiz holda tekshirish elib berishiga shartsiz holda yo'l qo'yishi kerak. Xitoy taraf turmalardagi, jazo lagerlaridagi butun begunoh insonlarni shartsiz holda qo'yib berishi, Uyg'urlarga qarata irqiy qirg'inchilik yurgizgan amaldorlarni qonuniy javobgarlikka tortishi kerak. 27 aprel kuni Avstraliya parlamentida Uyg'urlarning majburiy emgaki badaliga ishlab chiqarilgan mahsulotlarning Avstraliya tamojnasidan o'tishini man'iy qilish haqidagi qonun loyihasini muzokara qilish va Uyg'ur majburiy emgaki haqida guvohlik berish yig'ini chaqirildi. Avstraliya parlamenti tashqi ishlar, mudofaa va savdo komitetining sohibxonligida Avstraliya parlamentida o'tkazilgan bu qitimqi guvohlik yig'iniga Avstraliya hukumatidagi har qaysi ministrliklarning mas'ullari, parlament a'zolari, kishilik huquq tashkilotlarining mas'ullari, Avstraliyadagi har soha xodimlari, tadqiqotchilar va advokatlardan bo'lib ko'p sonda kishi qatnashgandan sirt, yana Avstraliya Sharq Turkiston jamiyatining raisi Nur Muhammad Mechit, Viktoriya Uyg'ur jamiyatining raisi Olim Osman va Avstraliya Uyg'urlari Tangirtog' ayollar jamiyatining raisi Ramila Chanishev qatorliqlarmi guvohchi sifatida alohida taklif bilan qatnashdi. Avstraliya Strategiyalik siyosat instituti tarafidan 2020 yili e'lon qilingan Setilayotgan Uyg'urlar nomli zo'r hajmli dokladning avtorlarining biri,
Xitoy o'qituvchi ziyolilardan Viki Shu xonim guvohlik berish yig'inida qilgan so'zida Xitoy hukumatining Uyg'urlarni necha minglab Xitoy o'lkalariga yo'tkab majburiy emgakka solganligi, buning dunyoviy dongliq markalarning ta'minot zanjiri bilan bo'lgan bog'lanishi, bu zavodlardagi Uyg'ur ishchilarning harbiycha shaklda boshqariladigan muhitda majburiy emgakka qatnashishi, G'arb dunyosidagi ko'plagan shirkatlarning arzon emgak kuchi ilib kelgan iqtisodiy manfaatga maftun bo'lib, bu xildagi majburiy emgakka sherik bo'layotganligi haqida tafsiliy ma'lumot berdi. Avstraliya Latrob Universitetining professori James Leiboldmi bu qitimqi yig'inda guvohlik berdi. O so'zida kishilik huquqni kuzatish tashkiloti o'tgan hafta e'lon qilgan dokladni misol qilib turib, Xitoy hukumati sodir qilayotgan insoniyatga qarshi jinoyatlarning Uyg'urlarni qanday fojialarga mahkum qilayotganligi, ammo navbatda bu krizisni hal qilishning udulli ijro qilib bo'ladigan bir chorasining yo'q ekanligi. Shundaqda bu navbatdagi ma'lum bo'layotgan majburiy emgak mahsulotlarini hamda paxta mahsulotlarini nishonliq man'iy qilishning Xitoyning muhim savdo sheriki bo'lgan Avstraliya hukumati uchun muhim tadbirlardan hisoblanadiganligini ko'rsatdi. Avstraliya Uyg'urlari Tangirtog' ayollar jamiyatining raisi Ramila Chanishev xonim yig'inda qilgan so'zida Avstraliyadagi Uyg'urlarning hech qanday tashqi kuchlarning tarbiyalashi yoki qiziqtirishi bo'lmagan holatda hammaylarning faoliyatchi bo'lib ketayotganligini, buningdagi eng muhim sababning navbatda millionlab lagerlarga qamilib, ruhiy va jismoniy jihatlardan og'ir azob tortayotgan qavm qarindoshlarining fojiasi ekanligini. Chunki Avstraliyadagi Uyg'urlarning ichida urug' tuqqanlari lagerlarga qamalmagan birmi oila yo'qligini bayon qilib o'tdi. U yana so'zining davomida Xitoy hukumati ijro qilayotgan Uyg'urlarga qarshi irqiy qirg'inchilik qilmishining navbatda Uyg'urlarni majburiy emgakka silishni odatga aylantirib olganligi, buning badaliga putib chiqqan mahsulotlarning Xitoydagi ta'minot zanjiri orqali G'arb dunyosiga, jumladan Avstraliya bozoriga eqib kirayotganligi, navbatda buning isbotlarining tog'dek duvilinib bo'lganligini, Xitoy hukumati Avstraliyani bo'zaq qilishga urinayotgan hamda Uyg'ur fojiasi navbatda eng yuqori pallaga chiqayotganda bu xil majburiy emgaklarni keskin va amaliy tadbirlar orqali cheklashning ta'xirsiz bo'layotganligini sharhladi. Shuningdek, Avstraliyaning mavjud qonunlarining bu xildagi majburiy emgakni hamda buningdan hosil bo'lgan mahsulotlarni man'iy qilishdagi favqulodda rolini joriy qildirish lozimligini ko'rsatib o'tdi. Shu qatorda Avstraliya Sharq Turkiston jamiyatining raisi Nur Muhammad Mechit, Viktoriya Uyg'ur jamiyatining raisi Olim Osman qatorliq Uyg'ur shohidlarni Sharq Turkistondagi siyosiy kontrollik, zo'r ko'lamlik bostirish, majburiy emgakning kengayishi qatorliq temalar bo'yicha o'z qarashlarini bayon qilib o'tdi. Yig'inda yana Avstraliya hukumatidagi ministrliklarning mas'ullari, har soha xodimlari, shundaqla advokatlar birdek o'xshamagan nuqtalardan fikr qilib, Uyg'urlarning majburiy emgakka badaliga ishlab chiqarilgan mahsulotlarning Avstraliya tamojnasidan o'tishini man'iy qilish haqidagi qonun loyihasini qo'llaydiganligini hamda uni himoya qiladiganligini bildirdi. Ma'lum bo'lishicha, bu qonun loyihasi rasmiy qonunga aylansa, u holda majburiy emgakka chetishli Xitoy mollarining Avstraliyaga eqib kirishi butunlay man'iy qilindi ekan. Germaniya Yeşillar partiyasining bosh ministri nomzodi Annalina xonim o'zining kampaniya nutqlarida qilgan so'zida, agar bosh ministr bo'lib saylangan taqdirda Uyg'urlarga qarata irqiy qirg'inchilik yurgizayotgan Xitoyga qarshi og'ir jazo tadbirlarini yo'lga qo'ydiganligini bayon qildi. Uning bu so'zlari Germaniyadagi kishilik huquq tashkilotlarini va Germaniyada yashayotgan Uyg'urlarni alohida mamnun qildi. 16 yildan buyon Germaniyaning hokimiyat beshida huquq tutib kelgan Xristian Demokratlar partiyasi bilan Xristian Sotsial partiyasidan iborat birlashma partiyaning vazifa o'tash muddati bu yilning kuz faslida oxirlashgan bo'lib, bir oydan buyon Germaniya bosh ministri Merkelning o'rniga bosh ministerlik vazifasiga o'zini nomzod ko'rsatganlar ichida Germaniya Yeşillar partiyasidan bo'lgan Annalina Baerbock xonimmi bor. 25 aprel Germaniyada nashrdan chiqadigan suratlar gazetda ilib borgan raysinashdan ma'lum bo'lishicha, Yeşillar partiyasining bosh ministr nomzodi Annalina Baerbock xonim 28% ovozga erishib bosh ministr nomzodlari ichida birinchi o'rinni egallagan bo'lib, uning bosh ministr bo'lib saylanish ehtimolligi xeyli yuqori ekan. Annalina Baerbock xonim Frankfurt majmuasi gazetining ziyoratini qabul qilganda, Germaniya ham Yevropa ittifoqining Xitoy bilan bo'lgan munosabatini kuch-quvvat bilan erkinlik, demokratiya o'rtasidagi tuzilma xarakterlik raqobat munosabati deb atagan. Xitoyning bir balvoq bir yo'l qurilishini zo'r kuch ko'rsatish siyosati degan. U monolarni tilga olgan. Xitoy mana mushundaq yangidan bosh ko'tarayotgan zo'r bir iqtisodiy gavda. Biz uningdan o'zimizni tamoman yiroq tutishga chorasiz. Yana bir tarafdan aytganda, bizning erkin, demokratik davlatlarimiz va Yevropa ittifoqi bu qadar kuchli bo'lgan bo'lsa, uni kuchli qilgan narsa qimmat qarashlarimizning ittifoqligidir. Biz mushu asosda harakat qo'llanishimiz lozim. Masalan, yangidan qabul qilingan Yevropa-Xitoy mablag' selish kelishimida Yevropa taraf zulmga uchrayotgan Uyg'ur osonliqlarining majburiy emgak masalasiga yetarli darajada e'tibor berilmagan. Yevropa ittifoqi Uyg'ur majburiy emgakidan yaralgan mahsulotlarning Yevropa bozorlariga kirmasligiga to'liq kafolatlik qilishi lozim.
Germaniya Yeşillar Partiyası uzun yıllardan bu yana Uyg'urlarni izchil turda qo'llab kelayotgan va Uyg'urlar masalasini o'zining asosli kun tartiblarining biri qilib kelgan siyosiy partiyalarning biri bo'lib, agar Yeşillar Partiyasining bosh ministri nomzodi Annalina xonim Germaniyaning bosh ministri bo'lib saylangan taqdirda, buning Uyg'urlar uchun nihoyatda zo'r foydasi bo'ladi. Mazkur partiyaning Germaniya federal parlamentidagi bayonotchisi Margarita Bauzi xonim Uyg'urlarning qadinas do'stiga aylanib qolgan. O'xshashli Yeşillar Partiyasining Yevropa ittifoqidagi vakili, Yevropa Xitoy munosabatlar komitetining mas'uli Reinhard Butuku firma Uyg'urlarning yaqin do'sti bo'lib, u Uyg'urlarga selayotgan zulmlari sababli Xitoyni jazolashni Yevropa parlamentida uzundan buyon qattiq talab qilib kelgan kishilarning biri bo'lgan. 22 mart Yevropa ittifoqining jazosiga qarshi Xitoy 3 ilish xarakterlik jazo e'lon qilganda, Reinhard Butuku firma jazolanuvchilarning tizimligi ichiga olgan. Diplomat to'rining yaqinda e'lon qilgan xabarda aytilishicha, Amerika fuqarolarining Xitoyning kishilik huquq tafsandichligi haqidagi inkosiga qarta ilib berilgan tekshirishda ziyorat qilingan 934 nafar kishidan 81,9% Xitoydagi kishilik huquq tafsandichiligini nihoyatda og'ir masala deb qaraydi ekan. Buning ichida demokratlarni qo'llaydiganlar 82%ni, jumhuriyatchilarni qo'llaydiganlar 84%ni egallaydi ekan. Ulardan yana sizningcha Xitoydagi eng jiddiy kishilik huquq masalasi nima deb so'ralganda 96% kishi konkret misol bilan javob bergan bo'lib, buning ichida 12% kishi Xitoyning g'arbidagi lagerlar degan. Ya'ni bir qismlari majburiy emgak va ishchilarga qilingan qabih muomala degan. Ziyorat qilinuvchilarning ko'pinchisi boshqa millatlarga boqqanda Uyg'urlardan bakrak ansiraydiganligini bildirgan hamda 15% kishi Uyg'ur degan nomni bevosita tilga olgan. Faqat 3% kishi boshqa millatlarni tilga olgan. Buningdan Amerika xalqining Uyg'urlar uchrayotgan zulmga bag'anchi ko'ngil bilayotganligini ko'rib olg'ili bo'ladi ekan. Tekshirishdan ilingan javoblarga qaraganda Amerika xalqi mayli qaysi partiyani qo'llagan bo'lsin, Xitoyning Uyg'ur qatorliq millatlarga yurgizib kelayotgan zo'ravonlik va qabih bostirishlarni birdek holda og'ir kishilik huquq masalasi deb qaragan bo'lib, bu masalani Amerika bilan Xitoy munosabatlarining yomonlashishidagi eng muhim sabab deb biladi ekan, hamda Amerikaning Xitoyga jazo yurgizishini qo'llaydi ekan. Xitoy hukumatı yaqinda josuslikqa qarshi xavfsizlik ishlari nizomini e'lon qilib, mazkur nizomning 26 apreldan boshlab ijro qilinadiganligini jakarladi. Xitoy hukumatı boshqarishidagi Xinhua agentligining 26 apreldagi xabarda aytilishicha, davlat bexatarlik organlari idoralarining xarakteri, maxfiyatlik darajasi qatorliq omillarning asosida har qaysi idora organlarining o'z maxfiyatligini qat'iy saqlashi, josuslikqa yotadigan barliq qilmishlarga qonun bo'yicha zarba berishi, shundaqla bu jihatda yuksak mas'uliyatni ustiga elishi lozim ekan. O'tgan mezgillarda Sharq Turkistondagi bir qism idora organlarining lagerlar masalasi, majburiy emgak, planliq tug'ut qatorliq sohalarga chetiladigan barliq uchurlarni davlat maxfiyati qatorida bir yoqliq qilayotganligi ma'lum bo'lgan edi. Yana kelib chet ellardagi mutaxassislarning Sharq Turkistondagi siyosiy bostirishga munosabatli ko'plagan emgaklari Xitoy hukumatiga qarashliq har qaysi idoralar e'lon qilgan hujjatlarni manba qilgan edi. Amdilikda bu yangi nizomning e'lon qilinishini bo'lsa bir qism analizchilar Xitoy hukumatining barliq uchurlarni texmo qattiq kontrol qilish, shu orqali davlat organlarining xizmat taraqqiyotini texmo maxfiy tutish urinishining ifodasi deb qaramoqda. Hurmatli televizor ko'ruvchilar, yuqorida Dunya Uyg'ur Qurultiyi televiziyasi kündilik xəvərlər pirugrammisizni diqqətinizə sunduk. Keyingi qitimliq pirugrammimizni görüşəylik. Görüşkice aman boğaysızlar. Xeyri xoş.